ko'rib ishtahalaringiz ochilib ketdimi? Men ham buni retseptini ko'rishim bilan yegim kelib, darhol tayyorlashga kirishdim. Mazasi haqidagi fikrimni videoning oxirida bilib olasiz. Demak, birinchi bo'lib 1,5 kilogramm kartoshkani suvda pishirib olishimiz kerak bo'ladi. Pishishi bilan kartoshkalarni suvdan ajratib, unga 150 gram kraxmal, tabga ko'ra tuz, choy qoshiq to'lar-to'lmas quritilgan sarimsoq piyoz va 1,5 choy qoshiq paprika qo'shib, yaxshilab ezib aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan massadan 1 osh qoshiq olib, mana shunaqa yapaloqroq forma beramiz va o'rtasini nasotka yordamida teshikcha qilib olamiz. Endi kartoshkalarni ko'proq yog' solingan tovada 6-7 daqiqadan o'rta olovda sekin pishirib olamiz. Qovurayotganimda yog' hidlari butun uyga tarqab, kiyimlarimga ham o'tirib qolmasligi uchun menga doim yuqori samaradorli Goodwill havo tortgichi yordam beradi. Olov past ham, baland ham bo'lmasligi kerak. Aks holda ichi pishmay qoladi yoki o'ziga ko'proq yog' shim olishi mumkin. Hammasini pishirib olganimizdan so'ng unga achchiq yoki shirin paprika qo'shib aralashtirib olsak, shu bilan tayyor. Qizlarjonlar, mazasi haqiqatdan zo'r, issig'ida kisir-kisir souslar bilan rosa yeyishli bo'lar ekan. Uydagilarga, ayniqsa bolalarga rosa yoqdi-yu, lekin men o'zimning fikrimni aytadigan bo'lsam, menga sal yog'liroq tuyuldi. Ushbu retsept bo'yicha siz ham tayyorlab ko'rgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada kutib qolaman.